BYD nafaqat sizni, balki yaqinlaringizni ham sog'lig'ini saqlashini bilarmidingiz? Qanaqa qilib deysizmi? Batafsil hozir. Salqin havo kelishi bilan Toshkent havosini iflosligi bo'yicha dunyoda birinchiliklarni egallashi odatiy holga aylandi. PM2.5 havodagi juda ham mayda zarralar, ya'ni chang, tutun, kimyoviy va zararli moddalarning miqdori hisoblanadi va diametri 2,5 mikrometrdan kichik bo'ladi. Taqqoslashingiz uchun sizni soch tolalangizning qalinligidan qariyb 30 barobar kichkina bo'ladi. Hech kimga sir emas, bu iflos havo avtomobil chiqindi gazlaridan, zavod va issiqlik elektr stansiyalaridan, ko'mir, gaz, yog'och chiqindi yoqilganda, quruq chang, tuproq, o'simlik qoldiqlaridan va hattoki sigaret tutunidan ham paydo bo'ladi. Agar PM2.5 miqdori 15 gacha bo'lsa xavfsiz, 15 dan 50 gacha bo'lsa o'rtacha va 50 dan yuqori bo'lsa sog'lig'ingiz uchun xavfli hisoblanadi. Oldini olish uchun nima qila olamiz? Bizning qo'limizdan keladigani yashil hududlarni ko'paytirish, niqob taqib yurish, havo tozalagichlardan foydalanish yoki-da BYD xarid qilish. BYD salon ichki havosida PM2.5 zarralar miqdori oshib ketganda uni avtomatik ravishda tozalash funksiyasiga ega. Ya'ni tashqarida iflos havo bo'lganda siz salon ichkarisida xavfsiz havoda harakatlanasiz. Bu videoni menga o'xshab changga allergiyasi bor tanishingizga jo'natib qo'ying.